20 yil 25 yillik rom keldi. Endi chiqqan patli plasmas. Mana shu yerda sazor bor. Qanaqa ko'rsatib berish bilmayman, lekin shu qanday ishlaydi bo'ladi. Xudo xolis buni maksimalni harakat qilamiz yopishga. Mana hozir romimizni mana shu yerda mashaqqacham mana shu tepa tomoni bari ozgina tusyapti. Oldingi nisbatan 40% o'zgardi. No, biz o'zimiz xohlagan darajaga yetganmiz. Mana yo'llardan kirmayapti. Pastlardan ham kirmayapti. Mana shu shaqqacham kirmayapti. Qo'li bu yog'iga kiryapti. Nimagaki tepa tomonda taryapti orqa tomonda. Agar egasi to'g'rilasalar mana shuni kirib tashlab chaqasizlar qilib beramiz. Bo'lmasam o'zimiz xohlaganimizchalik bo'lmagani uchun qolgan romlarni qilamiz.